Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi narxi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi Taxo 2024-salondan olingan 23 tex pasport, atiga 3900 km turgan, krassiylar top toza. Buni narxini $95,000 so'raymiz, yana kelishtirib shunday qilib beramiz. Obunachilar, ikkinchisi Econox. Mashinani 472 millionlik 24 salondan olingan, atiga 7800 km turgan, $1200 ga propan ballon o'rnatilgan. Mashina dizaynli holatda full varianti. Narxiga kelsak, narxini $36,000 so'raymiz, yana kelishtirib shunday qilib beramiz. Keyingisi Kia Seltos. Mashinamiz 23-salondan olingan, atiga 35700 km turgan. Krassiyasi bitta orqa eshigida bor, ichiga o'tmagan, udar bo'lmagan, qirilganiga sepilgan. Yana o'zingiz tekshirib olasiz obunachilar. Mashina dizaynli holatda, birni fulli deb aytiladi, kojinli salon. Tak, mashinamiz narxiga kelsak, narxini $20,500 so'raymiz, yana kelishtirib shunday qilib beramiz. Obunachilar, keyingisi Malibu Premier. Mashinamiz koreyskiy, 22-yil tex pasport, 23 salondan olingan. Krassiyasi top toza, atiga 8000 km turgan. Mashinamizni narxiga kelsak, $38,000 so'raymiz, yana kelishtirib shunday qilib beramiz. Obunachilar, keyingisi Malibu Q-Tour. Mashinamiz atmosferniy bo'ladi. 2018-yil 84 ming yurgan, Michelin ballon, kurg'u tonirovka, xullas hamma o'rnatib qilingan. Mashina dizaynli holatda, krassiyasi top toza, narxiga kelsak, narxini $20,200 so'raymiz, yana kelishtirib shunday qilib beramiz. Obunachilar, kimga mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Sanjar Avtoga murojaat qilasizlar. Mashinamiz, mana shunaqa mashinalar bo'lsa, pul tikib olib qolamiz, esa ham sotamiz ham. Barcha xizmatimiz ham bor. Hammaga e'tibor uchun rahmat.